Koreyada oylik to'lovsiz yashashni xohlaysizmi? Ertakka o'xshaydi-ya. Bu Chonse tizimi. Siz depozit kiritasiz 100-200 million won va tekin yashaysiz. Muddat kelganda esa siz hamma pulingizni qaytarib olasiz. Ideal sxemaga o'xshaydi. Qachonki uy egasi yo'qolib qolmaguncha. Oxirgi paytlarda bu haqiqiy trillerga aylandi. Ko'chish uchun chamadonlarni yig'asiz, lekin pul yo'q. Uy egasi ham yo'q. Faqat o'tgan yilning o'zida 53 ta holat. Odamlar 14 milliard won yo'qotishdi. Uy egalari ko'pincha chet ellarning o'zlari shunchaki Xitoy, Kanada yoki AQSh uchib ketishadi va telefonni o'chirib qo'yishadi. Oldinlari bunday ishlar yilda 2-3 marta bo'lardi. Hozir esa o'nlab. Chonse eng xavfsiz ijara tizimi sifatida o'ylab topilgan edi. Afsuski, hozir bu chet elliklar uchun eng xavflisi. Begona devorlar uchun shuncha katta summani tavakkal qilishga arziydimi? Ko'pchilik bu pullarni o'z vatanida o'z uyini qurishga tikkan ma'qul deb hisoblaydi. A'zo bo'ling. Bu yerda Koreya moliyaviy tizimi haqida juda ko'plab ma'lumotlar mavjud va do'stlaringizga ulashing.